Assalomu alaykum barchaga. Videomiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni doim qo'llasa. O'zbekiston hududida tezkor xabarlar tarqaldi. Ogoh bo'ling. O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. O'zbekistonning 9 ta viloyatida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Joriy yilning 2-6 mart kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand viloyati, Navoiy viloyati, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati va Farg'ona viloyatining ayrim joylarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin deyiladi xabarda.